Bosh miya qo'naylanish o'tuvchi buzilishi, ya'ni tranzitor ishemik xuruj patogenezida nimalar kechadi? Bosh miya qo'naylanish tomirlarining segmentar yoki diffuz spazmi bo'ladi. Stenoz kuzatiladi. Shuning hisobiga umumiy gemodinamikaning buzilishi bo'ladi. Qon oksigenatsiyasining buzilishi, uning fizikaviy va biokimyoviy xususiyatlarining o'zgarishlari kuzatiladi. Qon tomiri ichida aterotromboz blyashkalarining paydo bo'lishlari, politsitemiyadagi mikroemboliya, mieloproliferativ kasalliklari va leykemiya, qon bilan ta'minlanishida o'zgarishlar. Bunda asosan simptomlarning namoyon bo'lishi, bemorlarning issiq vanna qabul qilgandan keyin qonning qayta ta'minlanishida buzilishi hisobiga bo'ladi. Qon ketish jarayonida o'tkir qon yetishmovchiligi, neyroreflektor mexanizmlarining buzilishi, xususan arterial qon bosimining keskin ko'tarilishi va tushib ketishi oqibatida o'zini boshqarish regulyatsiyasining buzilishlari holati bo'ladi. Va qonning fizik kimyoviy xususiyatlarining buzilishi tufayli qon oqimining sekinlashuvi, ya'ni bunda qonning qovushqoqligining oshishi, qonning aglyutinatsiyasi oshishi va agregatsiyasining kuchayishi sabab bo'lishi mumkin.